Assalamu alaikum qarindoshlar. Bu vaqtimliq darsimiz Tor mulozimining 8-chi qismliq darsi, ya'ni sub projectning sub API projectni, ya'ni bir turni, biz ishlagan bir turni qanda har xil o'rlash va ratlash uchun test case va cho'ng qatlamdan kichik qatlamgacha bo'lib olishni va andan keyin buni bizning qilgan bu turningki muvaffaqiyat, ya'ni iltimos request avassak response qanda muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaganligini qanda validate, inglizcha validate deydi, ya'ni aniqlash uchun shu qator so'zlayman. Oldingi qitimliq darsimizda men bu projectni, ya'ni biz calculator hisoblag'ich degan bir projectni, masalan bir shirkat shu hisoblash mashinasi qanda hisoblag'ich yasagan bo'lsa, biz shuni qanda normal menyotamda bu torda qanda haqlab foydalanadi. Masalan bir Google'ni ichib calculator desak, masalan calculator bor, buni calculator.com deganlar yasab chiqqan. Biz hamda bir qo'shilgan bir hozir data kirgizdik-ku. Tangni bassaqlam hozir qanda submit bo'ladi. Ya'ni bu projectga oldingi qismda dars so'zlasangiz, bu projectni qanda calculatorni hisoblag'ich degan bu turni qanda qo'yganligimiz deb so'zlandi. Ya'ni bu projectga add qo'shish, mana iltimos, mana bir qo'shilgan bir, biz ikki sonliq ma'lumot kirgizadigan bir qo'shilgan bir tang, ya'ni buni qanda submit, mana 3 bo'ling submit. Mushu biz yozgan iltimosni qanda avassak nima chiqdi? Javob chiqdi. Response chiqdi, mana 2. O'sha yerda submit maqsa qanda 2 chiqdi, shunaqa normalda. Endi ba'zi chaqda bir-birini qo'sa 5 chiqib qolamdi degan shunaqada biz sinaymiz, shuni test qilamiz, sinaq nusxasini. Shuningga o'xshash. Endi mushuni sizlar kanallarda mush calculator project'in deb qo'ysanglar, ashulmi mushunda test qildi API dan. Hamda buning biz har bir sınıgan chaqda har bir funksiyasini, masalan qo'shish, bo'lish, ko'paytirish, multiply, subtract degan qanda ilish. Mushularni qanda har bir operation bu, bir funksiya. Buni qanday qilamiz desak, bu hammani bir aqlam qilib bo'lmaydi. Bu bir cho'ng bir tur bu. Bu projectni qanday biz kichik bo'lib olamiz. Redlab olamiz, ya'ni organize deydi inglizcha. Redlab olamiz. Redlash orqali o'zimizga ham oson bo'ladi. Ko'rmakka oson, ish qilmoq oson bo'ladi. Shunga buningda biz eng avval yuqoridan to'g'ri tartibni bilib olmasak bo'lmaydi. Men buning tartibini tushuntiray. Bu tartibning eng cho'ngi nima? Ya'ni project. Birinchisi qanda project bor. Eng cho'ngi bu. Buning ichida project qaysi project uchun? Ya'ni calculator projectni qanda yoki bu sub API, sub project bu. Mani bisib ismini qo'yib, undan keyin WSDL ni kirgizib miyaga. OK biz quramiz yoki filedan new sub projectni qursak ham bo'ladi. Mush calculatorni shunda qo'ydik. Bu bir project shunaqa. Calculator bir projectning ismi yoki mush projectning ismi deb turaylik. WSDL buning emasligini qurgan bo'lsak, endi buningdan kichik nima bo'ldi desanglar, buningdan kichik test suit bo'ldi. Test suit degan sinoq degan gap, suit degan mandaq bir yurish. Bir munch testlarni qanda bir hujjat ichiga silib olgandek bir to'plamdek tasvirlasangiz bo'ldi. Test suit bo'ldi. Test suitni qanday qurmaysiz desanglar, mana shu project bor. Project. Biz ham bu projectning ichida ma 1.2 nusxasini ishlatamiz calculatorning. Mishadan o'ngni bassanglar generate test suite bor. Generate degan nima? Paydo qilmoq, yasamoq degan gap. Generate test suite bassanglar buning qaysi funksiyasini tanlaysa deydi. Add, divide mush bor hamma funksiyasini. Qo'shish, bo'lish, ko'paytirish, ilish. Biz buning qanda hozircha faqat qo'shishni tanlab turaylik. Qo'shish bilan ilishni. Qo'shish bilan ilishni tanladim.
Bununla one test case for each operation, single test case with one request for each operation edi. Buni men keyin so'zlayman tafsiliy. Hozircha shunda qilib OK. Ism qo'yamiz endi. Bu test suitga. Yana endi bu ikkinchi darajali qo'mondan desak bo'ldi. Endi ikkinchi darajada test suit kichik, ya'ni projectning kichik. Bunga nima deb qo'yiladi desanglar? Qo'shish bilan add and subtract degan qanday ilish degan gap inglizchada. Bu test suit qanday qurildi? Mana. Buning ichida qanday? Add, subtract. Buning ichida ikki test case. Buning ichida biz ikki test case, buning kichigi hamda test suitninki qanday? Buning kichigi test case bo'ladi. Yani test case haqiqiy bizning qanday? Birdan sinaq qilmoqchi bo'lgan har bir test mushininki qanday o'zini test case deymiz. Yani ma'noda qancha test case var? 2 test case var. Bayam qurgan chaqda test suit qurgan chaqda qanday? 2 test qilgan. Yoki bo'lmasa buni o'chirib o'tib test case'ni qayta qursak ham bo'ldi. Ya'ni men test suitni qurgan joyda ham o'ng tarafini chekib, mush test suitni new test case'ni bassanglar, new test case. Biz yana qurmoq qo'shishni. Buning ismini qo'shish deyli. Mana qo'shish haqiqiy bir eng kichikga keldik mana. Cho'ngdan boshlab kichikka. Test case bo'ldi, bir yasmoqchi bo'lgan. Qurdik. Hamda bu test case'ning kichigi buningdan kichik nima bo'ldi desanglar, test step. Qadam mangamiz uni test step bo'ldi. Mana mush hierarchy, ya'ni mush darajani bilib olsang bo'ldi. Project, test suite, test case, test step. Cho'ngdan kichikka qarab. Ma cho'ng to'plam, ma undan kichikroq to'plam, ma eng kichigi. Hamda bu test stepda qanday? Addning ichidan biz test step quramiz. Buningga biz bir bu sub request bo'lgandan keyin sub request avatimiz. Buningga qanday? Add bo'lgandan keyin biz buningga adding deb qo'yaylik, qo'shish. Diqqat, tanlaydigan chaqda hamda biz bu yerda 2 nusxasi bor degan tiqo subninki. Biz 1.2 ni tanlaymiz. Buni tanlasanglar bo'ladi, o'xshash, farq yo'q. Ya'ni 1.2ninki qanday? Mana men 1.2 nusxasi addni tanladim. Mushininki test step, mana mushininki mal bir funksiya. Biz buni qanday? Ma'noning ichiga qurib, o'zimizning mavu bir project mavu, o'zining yasovchilarini develop qilgan. Biz shuni sinaymiz. Mush to'g'rimi, xatomi, qanday ma'noda xatolik ko'ryotamdi deb. Buni hamda OK'ni bassaq qanday? Test step ketildi. Ismi qanday? Adding. Request. Mana mavu haqiqiy request bo'ldi. Endi qarasanglar, mavu addiki request bilan adding biz ism qo'ydik-ku buni. Buning ikkisi qanday? O'xshaydi. Mana mavu, mana bilan, mana mavu ikkisi qanday? O'xshash. Masalan, men birini qo'shish kerak deb yozgandim-ku, mishagim qanday? 1 qo'shsaq mana 2 chiqdi. Endi bu ikkisini qanday farqi bor degan chaqda? Bu ikkisini qanday farqi bor deganda, mavu haqiqiy developerli yozgan asl funksiya mavu. Mavu biz sinaydigan qismi mavu. Endi buningda ma developer yozganni biz qanday qila olmaymiz? Bunda assert, validate deymiz inglizcha. Bunda to'g'ri xatolikqa aniqlay olmaymiz. Muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaganligini. Shuni aniqlash uchun biz qanday sinaq nusxasi qilib, endi mayaga bir sub request test stepni qanday
add test step soup request. Çünkü bu soup API olğaçqa. Eğer REST API olğan bolsa REST API qıldık. Onu keyin sözleyme de dersimizin en keyinde. Test step. Maya qarasаңlar, bunun bir funksiyasi kim? Malaning bir qo'shash belgisi kim? Bu qo'shash degan dal qanda assertion. Assertion deydi inglizcha. Ya'ni biz birga birini qo'shsak, ikki chiqdi shundami? Biz mush ikki chiqadiganligini biz qanda bu amaliyotda qanda haqiqiy sonliq ma'lumot. Applicationimiz chiqarib bergan. Biz mushuni qanda aniqlaymiz. Bizga bir taxminiy bir manda bo'lish kerak deb expect deymiz inglizcha. Expected bir qimmat berib, haqiqiy qimmat bilan selishtirib ikkisi teng bo'lsa, aniqgina muvaffaqiyatli bo'ldi deymiz. Bu funksiyasi mush qo'shish belgisi. Buni bassaq, bir munch assertion deydi inglizcha mana, add assertion. Buningda birinchisi qanda contains o'z ichiga olgan. Mush javob, mush mazmundan qanda mush ikki o'z ichiga olsa qanda bu o'tidi. Agar ikkini o'z ichiga olmasa qanda bu xato deyman. Chunki bir-birini qo'shib ikki bo'lganligini bilamiz-ku biz. Okay? O'tdi shunaqa. Endi men mana contains degan o'z ichiga oldi degan gap endi. 3 deb qo'ysam qanda? Mangussam chunki ma'no ichida 3 bo'lg'achqa mushning ichidan 3 lan bo'lsa o'tidi bu. Demak biz resultni bu yerda qanda contain qilsak bo'lmaydi ekan. Qana resultni contain qilsak bo'lmaydi ekan. Biz eng yaxshisi buni bekor qilib o'tib disabled boshqa assertion ishlataylik. Ya'ni HTTP status code esinglardimi? HTTP status code 200, 300, 400, 500 dan. Shuni ishlatsak, ya'ni 200 bo'lsa qanda bu muvaffaqiyatli bo'ladi. 200 bo'lmasa qanda muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Chunki men header deganda bu yerda 200 bor. Musha 200 chiqsa qanda muvaffaqiyatli bo'ldi. Bo'lmasa muvaffaqiyatli bo'lmaydi degan gap. Endi mang'ussaq buni o'tidi degan gap. Ya'ni biz tashsutni ilib, ichqib mang'ussaq muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'ldi. Agar muvaffaqiyatli bo'lmaganimiz xatolar chiqqan bo'lsa, xatolar chiqdi deydi. Endi bugungi darsimiz mushagacha. Keyingi qismdagi darsimizda biz assertionni, ya'ni mushu ikki biz yurgizgan sinoqning qanday muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaganligini uchun boshqa nurg'ulg'an assertionlar bor. Sinaydigan nimalar bor. Shuni tafsili, ya'ni asosiy 5 assertion bor. Biz o'rganmoqchi bo'lgan shuni to'xtalma. Tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asosiy shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.